Nazirdan kitobni qo'yganda birdan o'ynaylik. Ma'qul? Choyim. Qarab turinglar, ha? Nasib makamda qol. Yarasa qaysarkansan. Podshoh. Podshohning yinidagi kim u? Eliqi Bag'dod elchisi bo'lsa kerak. Anglasam o bir tepishmoq aytib bizni qiyin ahvolga qo'ymoqchi bo'pti. Odamni bo'lsa qilganliqi bu. Ha, ansirmanglar. Podshoh uni Nasriddin bilan ko'rishtiramish. Hey. Sal turib yegan qizaq tushliq ish qildimi? Saqay. Nasriddin, biz keldik. Nasriddin, hunuringni Bag'dod elchisi ko'rsatmamsan? Bosh bola shumi? Bu kichik bola men degan narsani topa oladimi, ha? Hurmatli elchi janoblari, sizlar aytgan o gah 2 putliq, gah 4 putliq, yana ba'zida 6 putliq narsa dal sizlarning yonlarida. Nima? Qayda? Mundaq bo'lsa 6 putliq. Bo'lmaysanmi? Ha, hisob. Qarasizlar, 2 putga 4 putni qo'shsak 6 put bo'ladi-g'anda. Shundoq emasmi? Bo'pti amsa. Amsa 4 putliqchi, ha? Bu asan. Mana endi 4 putliq-ku. 2 putliq 6chi, ha? Mana hozir 2 putliq bo'ldi-ku. Qandoq? Sizlar chiqargan bu tepishmoq o'ng'aymikan? Bir kichik bola jendada hal qilib atdi. Bo'ldi. Bakla yerib ketdim. O'ylamabdiman. Bu davlatning kishilari haqiqatan farosatli ekan. Rasul qoyil bo'ldi. Bu bola haqiqatan farosatli ekan. Siz ata o'rdoq keling. Sizga berdigan sovg'atim bor. Nasriddin. Ata o'rdig'i bor. Elchi janoblarining qimmatli sovg'asini bir ko'rib boqmabsan, ha? Ma'qul amsa. Sovg'atlarga hech qalla. Nasriddin, ichib boqqan, ichida nima narsa bor ekan? Hey, ochmasin. Ochmay turg'in. Avval tepishmoq aytaman. Tep boqqan. Buning ichidagi nima narsa ekan? Tepishmoq? Ma'qul. Elchi janoblari, qani isla. Qutudagi bu narsa tursimi o'tiradi, ma'nosimi o'tiradi, o'tirsimi o'tiradi, yossimi o'tiradi. Bu nima bo'g'iydi? Elchi janoblari, men sizlarga bir tepishmoq aytay. Qandaq narsa turgandimi, yotgan holatda bo'ladi? Mangsimi, yotadi. O'ltirsimi, yotadi. Yotgandimi, yotadi. Nimada qoida o'qimaydigan bo'lasan? Avval meni savolimga javob bermamsan. Javob berib bo'ldim-ku. Men degan bu narsa, sizlar degan narsani yavitalaydi. Sizlarning deganlari bo'lsa, Sen degan yilon. Qo'lt sujum bo'ldi, qo'ltiz. Intan jirgin ishlab. Yilon. Bu bola haqiqatan aqlli ekan. Unaqa bo'lsa, menga yilondan birini tutib, sovg'a qilmamsan. Ma'qul. Nasriddin, cho'qim yolg'iz bor. Hech kimdan yordam so'rama. Endi qanday qilaman? Nayti yilon tutishgan qo'shiq. Yana tig'i yolg'iz berishim kerak ekan. Chataq yo'q. Cho'qim o'rindayman.
Mushkan o. Acayip korktum. Bekle ciddileşip kettim. Aram ili olay. Mili olay. Aram ili olay. Nazırın aka? Ne buldunuz? Yılan bakken. Nima, ilandan korkamsız? Nazırın aka, korkmang. Ben bilemeyin. Yürüne karab bakaylı, oğluna tez bulma Nazırın aka. Bozdunuz yok. Korkmam ben bak. Siz diyen yılan mışı şu mu? Nazırın aka, oylamaptı ben. Siz yılanın rasılı koku dikensiz. Hata ko'rib qoptiman-da. Nazırın aka, rasılı da kokunacak gensiz yumu? Men amal topdim. Nasırdan, yılanı tuta aldın mı? Shundaq, elchi janoblari. Yaxshiroq Yılan! elchi janoblari, yaxshiroq qarab baqsizlar. Hey, Elchi janoblari, aniq ko'rdingmi? Narsalarni inchiklik bilan kuzatish kerak, cho'mo. Nasırdan, bu yalğan yılanken bu. nim bo'ldi? Bu yalğanken, sen vazifeni o'rnayamapsan. O'rin deyan bopsan. Bayatdan sizlar yılan deb baqirib ketdilar. Hammanglar angladi. Shundoq, men angladim. Menmi anladım. Baqirab dedim. O'zlari uni yılan deb tunadilar-yu, qandaq sigirni vazifani o'rinlayapmiding deydilar. Belli. Sen hakikaten akıllı bol ekansan. Ben yığıldım. O'tinib qalay kunlar. Yiliq kundik ishni hech kimga tinmam. Bo'lamdi, ha? Umaqsinglam, Gulnar, ha? Qandaq qilsam sir saqlashga qo'shilasiz? Ama siz Gülnarga qo'l qo'ydim deb 3 qatim illik ovozda vaqiraysiz. Shunda qilsangiz atan sir taqlayman. Bu Nima? Anglayanmidin? Anglayanmidin? Chashqan. Nazırın aka, meni aldattı.